Assalomu YouTube tarmoq kuzatuvchilar, navbatdagi Dubayskiy darvozamiz Samarqand Ishtixonga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz 2 qavatli, 8 qilingan. O'rtalariga stiklavatlarni yopishtirgan, ovozini chiqmaydigan qilib shumka qilib berganmiz darvozamizni. Ikkita yontaglar shivellar, xohlasa zamoylari zubr original zamoydan. Sifatli hammasi, ruchkalari qo'yilgan. Xo'p. Orqalari tekis holatda bo'ladi. Orqasini ko'rishingiz mumkin. Darvozamiz bitta qo'lda ochilib bekiladi. Zamonlar, sentr zamonlarni qo'yganmiz. Darvozamizning kvadratini 1.400.000 so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Kraskalari yaxshi kraskadan bo'lgan. Laklari glansiy lak bo'lgan. Xohlasa aloqaga chiqaverasizlar, O'zbekiston bo'ylab dastavka uстановка qilib beramiz.